Koloristikani o'rganmoqchi bo'lgan hamkasblarim uchun ham zo'r yangiligim bor. Xudo xolasa tez kunda e'lon qilaman. Onlayn koloristika kursiga bugun masalan Qirg'izistondan turib to'lov qilishdi. Ertagangi darsga ham deyarli joylar to'lgan, bitta joy qoldi. Shu o'qishga kelmoqchi bo'lgan qizlar onlayn o'qib qo'ya qolaydi, bu mobilniy hayot bo'lib ketyapti hammada. Onlaynda ham bemalol o'rganib olsalaring bo'ladi. Vaqtni, fursatni boy bermay tezroq o'rganib, tezroq daromad qilinglar. Hammalaringni uylaringga, bola chaqalaringga ko'proq daromad olib kirishlaringni xohlayman. Shunga hissam qo'shilsa xursandman. Shuning uchun ishlab chiqarib qo'yganman bu nimani? Onlayn koloristika kurslarini. Qoradan chiqishda imенно ko'zim bilan ko'rib o'rganadigan qizlar bor edi, shular uchun boshladim. Bitta joy qoldi. To'lovni qilib bo'lgan qolganlar, harakatinglarni qilinglar, kimdir kelmoqchi bo'lsa.